Assalomu alaykum YouTube ahli, yaxshimizlar, tinchimizlar do'stlar. Men Tojikistonda, vatanimizda uyga kelganman. Qishloqdan turib sizlarga men Rossiya Moskva shahridan Vukusvel skladdan ish chiqarardim 1 yil avval. Shu skladdan ish chiqaryapman. O'zim shu payt Moskvada yurganimda borib video qilib, yoritib ko'rsatgan videomni video davomiga qo'yaman. Bemalol ish ma'qul bo'lsa, ekranda raqamlarga bog'lanib boraveringizlar. Men o'zim yaqin tanishlarim ishi pullar vaqtda beriladi. Dekabr oyida odamlar ko'pchilik uyiga qaytgani uchun odamdan ozroq muammo bo'lib turibdi. Bemalol svязga chiqib borishlaringizni tavsiya etaman. Videodan mas ko'rsatilgan. Qisqacha reklama va videoni ko'rishda davom etingizlar. Jonlaringiz omon bo'lsin hammaga. Rahmat kattakon. Do'stlar, Granitsa Qozog'istonga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lsa, ekrandagi shofyor akamizga bemalol murojaat qilib, bizdagimda yurganlar bo'lsa ham borib kelishlaringizni tavsiya etib qolaman. 2 sutkada olib borib kelyapti. Bizdagimlarida ham dokumenti joydagilar. O'sha akalarimiz hammasi hozir Granitsadan kelyapti. Videoga like bosib, tarqatib qo'yingizlar. Hammaga kattakon rahmat. Shu sklad orqasidan ko'p narsa qildik. Mashina qildik, uy qildik. Xudoolasa to'y qilamiz yaqinda. Muomalasi ham o'ta yaxshi. Sodda odam. Bunaqa qattiq muomala qilmaydi, yaxshi muomala qiladi. Soat 3 dan 46 soatda mana 1100 tadan ziyod pul ko'rgan. Agar bir kunda 1,5 ming tani bemalol o'ynab qiladi akamiz 5 oydan beri ishlayapti ekan. Ishda yaxshi o'rganib ketgan. 7,5 ming rubl pul ishlaydi. Bizda xalqimizda shu bir nima rivojlanib ketgan. Kimnidir birov aldasa ishonib gapiga kiradi, lekin rost narsani olib chiqsa ishonmaydi. Lekin naboratiga bo'lyapti shu narsa. Yaxshi fikrlab o'ylab ishga keladiganlar bo'lsa, nomerlarga bog'laninglar. Kim kelaman desa, issiq skladimizga как minimum 15 ta odam kerak hozirgi momentda. Assalomu alaykum, biz YouTube'da kuzatib turgan aka-uka singillarimiz, aka-ukalarimiz ish chiqaryapmiz. Podmoskva, Domodedovo rayonidan bitta like bosib qo'yingizlar va kanaldagilar podpisatsiya qilib qo'yingizlar. Yangi ishlarni biz sizlarga chiqarishda davom etamiz. Bugun biz Vukusvel skladdan sizlarga ish chiqaryapmiz. Tojikiston, O'zbekistondan, Qirg'izistondan ish izlab yurib, Rossiyaga ishonchli joyda topmay, kelolmay turgan aka-ukalarimiz bo'lsa yoki Moskva, Podmoskvada yurgan, dokumentalni yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, sizlarga ishni tavsiya etib qolamiz. Videoni oxirigacha ko'ringizlar, kommentariyaga har nimani yozmasdan va biz video davomida boricha ishlayotgan akalarimiz va brigadir akalarimizdan tushuntirib o'tamiz. Hasanboy ruskilarning o'zini ham chiqarganingizda mana Dmitriy akamiz ham turibdi, ish beruvchi va Sodiq akamiz boshlig'ida. Birgalikda hammasini tushuntirib, boricha ustoylar ko'rsatamiz. Oyiga 2 marta oylik bez zadishka aka-ukalarimiz abitlari besplatni ishlayotgan akalarimizdan qanchadan qanchagacha pul to'layapti, hammasigacha bilamiz. Assalomu alaykum Sodiq aka. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Sodiq aka. Ishlar bo'lyaptimi? Bo'lyapti aka, rahmat. Bizcha obunachilarimizni tushuntiring hammasini. Assalomu alaykum hammaga. Hasan aka, o'tgan safar kelganingizda video chiqardik biz boshqa sklad ichidagi boshqa otdellarimizga. U otdellarimizga ishchi yig'ib bo'ldik, hammasi yaxshi. O'sha videoda aytgandim, yaqinda skladdan ham ish joyi ochiladi deb. Mana skladda ish kuchi kerak. Kim kelaman desa, skladimizga как minimum 15 ta odam kerak hozirgi momentda. Sklad issiq, oplata ko'tarilgan, oldingi safar kelganingizda 3,5 danda, hozir 5 dan to'lanyapti. Undan tashqari premiya beramiz, bonus beramiz yaxshi ishlaganlarga, ishda o'zini ko'rsatib, prям aktivniy bo'lganlarga. Ishxona bilan yotoqxonani orasi uzoq emas, shunchalik yaqin. Obed beriladi tekin, kelgan odamga tepli jilet beriladi. Har oyda 15 dan 30 da pul beriladi. Har oyda 15 dan 30. Kim kelaman desa, bu hozir 3,5 deganimni ko'plar tushunmasligi mumkin, bu yerda ishlab ko'rmagan odam. Lekin 3,5 rubl bilan 5 rubl o'rtasida katta razniya o'ynaydi. U degani bitta misol uchun sredniy 1000 ta teraydigan odam bir kunda 3,5 ming rubl oldin ishlagan bo'lsa, endi 5 ming rubl degani. 1,5 ming to'rsa 7,5 ming o'zi ishlar, to'g'rimi? Bolalarni o'zidan hozir misol uchun to'xtatib kelgan odamdan so'raymiz, mana aytib beradi, nechta o'rda qanday ishlayapti o'zlarining og'zidan ham. Bu aka-ukalarimiz Dmitriy akamizdan ham so'raymiz. Sizlar ruskilardan o'zing chiqar, priyomni yuzi bilan chiqsan ko'raylik deganlaringiz uchun Dmitriy Reshitnikov bundan qari 1 oy avval ham kanalimizga chiqdi. Hozir yana chiqaryapmiz. Обязательно like bosib qo'yingizlar. Hozir unda so'raymiz. Здравствуйте, Дмитрий. Объясните, пожалуйста, условия на работу. Здравствуйте, друзья. У нас на складе произошли изменения. Теперь поднялись ставки, увеличилась оплата за коробку. Теперь на дневном складе холодном оплата составляет 4,5 рубля, на ночном складе 3,8 рублей. На данном складе, где мы сейчас находимся, теплый склад, оплата составляет 5 рублей за коробку. На дневной и ночной склад мы уже нашли людей. Теперь мы приглашаем людей работать на этот теплый склад, минимум 15 человек. Как уже говорил ранее, у нас предоставляются бесплатные обеды.
Мы также предоставляем жилье. Ребятам не нужно думать, где они будут жить. Жилье оплачивает фирма, потом эти деньги за жилье мы снимаем с ребят. Но те, кто хорошо работает, кто активные, трудолюбивые ребята, мы всегда идем навстречу, премируем, выплачиваем бонусы. В некоторых случаях не снимаем деньги за жилье. Приезжайте к нам, очень ждем. Spasiba. Aka ukalarimiz mana ko'rib turgan misollaringiz Dmitriyning o'zi ham aytyapti. Bu yerda oyiga 2 marta oylik, obed besplatno, oyliklar ko'tarilgan, 15 ta odam kerak deyapti. Mana ko'rib turgan misollaringiz dokumentalni ishga qabul qiladi va uydan kelayotganlarni ham ishga taklif qilib qolamiz. Sodiq akamizning nomerlari yozilib turadi. WhatsAppdan aloqa qilingizlar. Sodiq aka shu kommentariyada negativchilarga bir ikki oz gapirib o'tingda, o'zining qarindosh ag'in urug'larida ish yaxshi joy bo'lsa reklama qilmay to'ldiradi deganlarga bir ikki oz gapirib o'ting. Endi qarangda, o'tgan safargi videoda xuddi o'sha kommentar birinchida turgan ekan, ko'zimga tushdi. Nimaga ish yaxshi bo'lsa reklama qilyapti? Nega qarindosh urug'ini chaqirmayapti? 60 ta odam ishlaydi hozir. Uning ichida yarmi o'zimni qarindoshim, sinfdoshim, mana bo'lib ham sinfdosh o'ram o'zim. Undan ziyod men qayerga chaqiraman? Qolganini shu videodan yig'ilgan, masalan 30 tadan ziyodroq akamiz bor. Yana chaqiryapmiz, mana keladi. Biz bilan takshi ular ham aka-uka bo'ladi, cherga kelsa do'st bo'lamiz. Hammamiz musulmon odammiz, o'zbekmiz, tojikmiz, qirg'izmiz, musulmonmiz, bitta joyda odamimiz. Bir-birimizni kedat etish emas maqsad bu yerda. Pulni mana beradigan odam mana oldimda turibdi. 1 yildan beri birga ishlaymiz, biron marta kedat etgan yo'q. Puldan aldagan yo'q. Qo'lidan kelguncha maksimal yordam bersa beradi. Чтобы kayfiyatimizni tushirib qo'ymaslik uchun, ishdan sovutmaslik uchun. Doim premiya beradi, bonus beradi, qiziqtirish uchun yana ham biz har doim. Lekin hech qachon bizni naborot yerga urib olmaydi, hech qachon unaqa holat bo'lmaydi. Muomalasi ham Hamisha shunday bo'lsin. Muomalasi ham o'ta yaxshi. Sodda odam. Bunaqa qattiq muomala qilmaydi, yaxshi muomala qiladi. Bizda xalqimizda shu bir nima hozir rivojlanib ketgan, kimnidir birov aldasa ishonib gapiga kiradi, lekin rost narsani olib chiqsa ishonmaydi. Lekin naborotiga bo'lyapti shu narsa. Yaxshi fikrlab o'ylab ishga keladiganlar bo'lsa, nomerlarga bog'laningiz va akamizdan bir so'rayganda. Nomerlarga bog'lanadiganlarga iltimos faqat maksimal darajada WhatsAppdan. Ichkarida svязь ishlamaydi, sklad ichida bizlarda. Maksimal darajada WhatsAppdan, chunki biz Wi-Fi'da bo'lamiz, telefonlar. Yo'q, aka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz bu yerda? 5 oydan beri. 5 oydan beri. Ishlar qanday bo'lyapti? Ishlar zo'r. Shu aytganda yotoq joy berib, obedlarni besplat qilib qo'ydingmi? Shunday. Hozir endi oylik ko'tarilgan yotoq joy pulli bo'lgan. Bir kunda qancha pul ko'ryapsiz maksimal? Bir kunda shu 1000 dan oshiryapti. 1000 dan oshiryapsiz. 1,5 ming to'g'risangiz 7 ming 7,5 ming ishlaysiz, to'g'rimi? Ha, 1,5 ming olsak o'zi to'xtatyapmiz. Ha, bir oyda siz qanchadan qanchagacha oylik olasiz? Eng baland va eng pasti? 70-60 o'rtaligida. Ha, 70-60 o'rtaligida, to'g'rimi? Ha, endi oylik ko'tarilgan, nasib bo'lsa, Endi bu yana ko'ramiz. planimiz shu 90-100 da 15 kunga. 15 kun. Shuni yechimini ko'rib qo'ysizlar, ha? Berganingizni ko'rsatib yuboringchi unda. Hozir shu vaqtgacha bo'lgani Aha. 1119 ta teribsiz. Necha soat ichida? 8 dan ish boshlanganda. 8 da ish boshlangan. Aka-ukalarimiz mana ertalab soat 8 da ish boshlangan. Soat 3 dan 46 soatda mana 1100 tadan ziyod pul ko'rgan. Agar bir kunda 1,5 ming tani bemalol o'ynab qoladi akamiz 5 oydan beri ishlayapti ekan, ishda yaxshi o'rganib ketgan. 7 ming 7,5 ming rubl pul ishlaydi. Mana ko'rasizlar, mana shunday texnikalarda xabarlari taxlab yuribdi akalarimiz hammasi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Tinchmisiz? Syomka bo'yicha kelganmiz. Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? 1 yildan ziyod bo'lib qoldi. 1 yildan ziyodmi? Qanday bo'lyapti ishlar? Yaxshi, ishlaganga pul bor. Bir kunda qancha ob'yom qilyapsiz? Hozir sezon boshlangan, ob'yomlar ko'tarilib qolgan. O'ynab kulib 1100, 1200 so'rayapman men o'zim. 1000 sta 1200 ta o'rayapsiz. Bu deganim 6000, 7000 bor degani. Bor degani. Shu 5000, 6000. ish izlab yurgan akalarimizga nima deb qolasiz? Kelsin, yaxshi joy maslahat beraman, issiq joy. Yaxshi joy bo'lmaganda siz 1 yildan beri ishlayapsiz. Shunday. Shu sklad orqasidan ko'p narsa qildik. Moshin qildik, uy qildik. Xudo xolasa to'y qilamiz yaqinda. Nasib etsin. Shu topganlaringiz to'ylarga bersin dedik-ku, g'ayrat charchamang. Buni akamiz o'zi ko'rish aytyapti. Boricha hech kimni hech kim aldayotgani yo'q. Hammamiz bir musofir yurtda yuribmiz. Boricha sizlarga ko'rsatib, tushuntirib, yaxshi joyga sizlar ishga taklif qilyapmiz. Unda akamizga boramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qayerdan bo'lasiz? O'zbekistonda Samarqanddan. Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? 2 oycha bo'ldi. 2 oycha? Yangi kelganmisiz? Ha, yangi. Qancha pik uryapsiz bir kunda? 8 ta, 8 ta, 9 ta. 5 rubldan greta
4 ming, 4 ming, 3,5 ming shunday, shunday atrofida ishlab turibsiz, to'g'rimi? Shu bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-ukalarimizni nima deb qolasiz? Kelish kerak, yaxshi joy, pulga javob beriladi. Yetmagan bir vaqtida o'z vaqtida Ha, o'z vaqtida pul berilyapti. dokumentlaringizga yordam qildimi? Ha, Sodiq aka hammasiga yordam yordam qildimi, Sodiq aka? Ha, hammasiga yordam berildi. Rahmat Sodiq. Gap yo'q. Bu texnikada yurib sizlar xabar taxlaysizlar. Xabar tahlil texnikada. Aka-ukalarimiz bu yerga faqat erkak kishilarni olamiz. Ish vaqti ertalab soat 8 dan kechki payt 8 gacha adashmasam, obyektlaringiz bepulotmi, xohlagan baytlaringiz obyektga chiqishi mumkin, to'g'rimi? Bu ham sinfdoshim, esingizda qarindosh deganlarga. Qarindosh. Bu ham sinfdoshim, o'zim jo'ram bo'ladi. Unchalikdan katta bo'lgan katta. Yetishmayapti baribir. Ha, bor, hammasi yetarli, unda ham emas. Burasi qarindosh urug'da ham chaqiryapmiz. Odam yo'q, yana kerak. Sklad Odam yana katta. kerak. Sog' bo'ling aka, g'ayratlaringizlar, ishlarga omad, charchamang. Aka-ukalarimiz buni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, videoni shu yergacha yetkazdingiz. Ko'rib turibsiz, ishonaman. Bosmagan bo'lsangiz bosib qo'yingizlar. Sodiq akamiz va Dmitriy akamiz mana boricha sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'tdik. Biz videoga shu yerda yakun yasaymiz va Moskva, Podmoskvada yurgan aka-ukalarimiz tavsiya qilamiz va uydan kelayotganlarga, yaxshi ish izlab yurganlarga shu yerga chaqirib qolamiz. Sodiq aka, mayli ishlarga omad. Dmitriy, zo'ravon, dasturdan.